Har bir ota-ona farzandining baxtli kelajagi, sog'lom va barkamol voyaga yetishi uchun mas'ul hisoblanadi. Biroq jamiyatda ayrim shaxslar moddiy manfaat ortidan quvib, o'z farzandini pul evaziga boshqa birovga berishga urinayotgan holatlar ham uchrab turibdi. Muxbirimiz Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti 4-mintaqaviy hudud 9-son tergov hibsxonasida bo'lib, ana shunday jinoyatni sodir etib, ayni paytda o'z qilmishlari uchun belgilangan jazoni o'tayotgan shaxslar afsuslari haqida lavha tayyorladi. Ona mehri inson hayotidagi eng buyuk tuyg'ulardan biri. Farzand esa ota-onaga berilgan eng ulug' ne'mat, eng mas'uliyatli omonatdir. Odatda ota-onalar farzandi uchun boridan kechadi, uning baxti va kamoli yo'lida har qanday mashaqqatga bardosh beradi. Ammo afsuski, ayrim hollarda moddiy manfaat yoki yengil yo'l bilan pul topish ilinjida o'z farzandining taqdiri bilan savdolashishga urinayotganlar ham uchrab turibdi. Bu esa nafaqat insoniylikka, balki qonun talablariga ham zid bo'lgan og'ir jinoyatdir. Joriy yilning yanvar hamda aprel oylarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida o'z farzandini pul evaziga sotishga uringan 2 nafar ayolning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda ular qonun oldida javob bermoqda. 2026-yil 4-aprel kuni farzandimni 40 millionga sotmoqchi bo'lganman. 20 million so'mni oldindan qolgan pulini keyin olishga gaplashganmiz. Bola savdosi bo'yicha tadbir bo'lib, meni ushlashgan. 2 farzandlarim bor, turmushdan ajralganman, yolg'iz ayolman. Men 2026-yil yanvar oyida bolamni qiynalganim uchun sotmoqchi bo'ldim. Menga pul taklif qilishdi, taklifiga rozi bo'ldim. Bir qarashda mo'maygina pul muammolarini hal qiladigandek tuyulishi mumkin, ammo noqonuniy yo'l bilan topilgan mablag' hech qachon insonni baxtga olib bormaydi. Ayniqsa bu yo'lda begunoh bolaning taqdiri qurbon qilinayotgan bo'lsa. Bu ishni qilganim oilaviy sharoitim og'irligi uchun ajrashganman, aliment olmayman. 2 farzandimni o'zim boqib kelayotganligim, ijarada yashayotganligim qiyinchilik uchun shu ishni qilishga majbur bo'lganman. Bugun ushbu ayollar ozodlikdan mahrum. Vaholanki ular farzandlari yonida bo'lib, ularning quvonchi va kamolini ko'rish ham mumkin edi. Og'ir ijtimoiy ahvol ham, moddiy qiyinchiliklar ham bolani sotish yoki uning taqdiri bilan savdolashishni oqlamaydi. Qilgan ishimdan eng katta og'ir xatoligini, gunohligini tushunib yetdim. Farzandning qadriga yetishligini tushunib yetdim. Qanaqangi vaziyat bo'lmasin, lekin har bir ona bu ishni qilmasin deyman. Shu ishlarni qilmoqchi bo'lgan ayollarga, onalarga aytmoqchimanki, bu ishni hech qachon qilmangizlar. O'sha farzand biz uchun borlig'imiz. Qaytib bunaqa xatolarni hech kim qilmasin. Men o'z qilgan ishimdan pushaymonman. Farzandlarimdan, yurtboshimizdan, xalqimizdan kechirim so'rayman men. 12 yoshli o'g'lim ko'rib meni agar eshitsa, o'sha o'g'limdan kechirim so'rayman. Qaytib bunaqangi xatoni hech qachon qilmayman. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Menga o'xshagan ayollarga, qizlarga har kimga ishonib ketmasligini so'rardim. Hayot boylik bilan emas, bola bilan shirin ekan. Bola bilan hayot mazmunli ekan. Menga o'xshab xato qilmasinlar. Men shu yerga qamoqxonaga kelib, o'z xatolarim, ayblarimni tushunib yetdim. Uzr so'rayman xalqimdan, ota-onamdan, qarindoshlarimdan, farzandlarimdan. Men otamni, ukalarimni, qarindoshlarimni yuzini shuvut qilib qo'ydim. Bolam uchun kechirishlar so'rayman. Bolamni ham kelajagini o'ylamadim. Pul sarflanib tugaydi, ammo mehrning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Shu bois har bir fuqaro qonun talablariga rioya etishi, bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga mas'uliyat bilan yondashishi lozim. Farzand savdo predmeti emas, u mehr, e'tibor va himoyaga muhtoj. Uning taqdiri ustidan moddiy manfaat yo'lida hukm chiqarishga hech kimning haqqi yo'q. Qonun bunday qilmishlarni chetlab o'tmaydi.